Qadrli do'stlar, demak, Navbahor tumanida Milliy tiklanish fraksiyasi a'zolari va mahalliy kengash deputatlarini o'rganishlari davom etyapti. Hozir Navbahor tumani istirohat bog'ida bo'lib turibmiz. Bu bog' mana shunaqa bir chiroyli holatga kelishi uchun demak, mahalliy kengash deputatlarimizda faolliklari bo'lgan. To'g'rimi Rustam aka? Bu bog' qanday holatda edi va kelgusida qanday bo'lishi rejalashtirilmoqda? Bu bog'ni umuman olganda tashkil qilganiga 30 yil bo'ladi qariyb. Mana shu 30 yil ichida biz bir necha marta mana oxirgi 10 yil ichida biz Milliy tiklanish partiyasi Navbahor tuman kengashi tashabbuslarni ko'tardik. Buni 6 yil oldin viloyatdan 1,5 milliardga mablag' berilib, Navoiy viloyatida birinchi birdan shu istirohat bog'ida farfora yo'latildi, fontan deymiz. Mana yana 5 marta hamda obodonchilik ishlari amalga oshirildi, ham atrofi o'raldi. Bu yil shu yil joriy yilda 2025-yilda mana shu prezidentimiz o'tgan yili 31-oktyabr va 1-noyabrda bo'lganda aynan Navbahor tumanida Navoiy viloyat faollar uchrashuvida masalalar ko'tarildiki, Navoiy viloyati 25-yilda mana shu buyuk mutafakkir bobomiz nomidan yili bo'lsin deb. Mana Navoiy viloyati Navbahorga faollar tashabbus ko'tardiki, mana bugungi kunda mana shu bog' ham Navoiy bobomizni mana yaqinda juda katta qurish ishlari, obodonchilik ishlari amalga oshirilgan, o'zingiz guvoh bo'lib turibsiz. Jumladan bobomizni ham ramziy me'moriy mana majmuasi barpo etilyapti. Nasib bo'lsa mana 6 oydan keyin bu yerdagi kattaga bir xalqimizga madaniy dam olish uchun umuman olganda tarixini mana mujassam etgan bir maskan bo'ladigan niyatdamiz. Va hozir tashabbus ko'tarildi. Bu yerda mahalliy kengash deputatlari 10 tubdan chiroyli manzarali daraxt ekishadi. Albatta mana shu atrofda partiyamizning faollari, deputatlar birgalikda mana shuga qariyb 100 dan ziyod manzarali va daraxtlar o'tkazib beriladi. Tushunarli, rahmat kattakon. Bizni navbahorliklar kuzatib turgan bo'lsa, Milliy tiklanish partiyasiga a'zo bo'lib, shunaqa bir xayrli tashabbuslarga qo'l urishingiz mumkin. Rahmat.